karniki zingirdi qizi. Hozir mana shu ramkada ko'rdim. Sog'liq qarang, mana bu urug' qo'yibdi. Urug' qo'yib boshlagan ekan. Mana bu yerda hoziroqqina bor urug'. Bu tomonda ovqati manaki bor. Hozir yanvar oyida navat qo'ygandim, qarang, navatdan ham zo'r shira nimaga yig'ib tashlabdi, qarang. Yaltillaydi. Yaltillatib shira qo'yib tashlagan. Matkeyin mana shu ramkada edi. Hozir topolmay qoldim. Boya ko'rgandim. Matkeyin shu ramkada yuradi. Ko'p tashqarida ham ushlab turmaylik. Bu sentyabr oyida urug' ekilib ochib chiqqan. Shundan ham lekin zo'r urug' qo'ygandi. Orasini qarang. Qanchalik gavjum. Orasi ham yaxshi, yomon emas. Mana ovqatni qarang, yangitdan qo'ygan ovqatlarni. Mana bu ramkada ham bunda urug' ko'rinmaydi. Ustini yopgan ekan. Mana bunda urug' bor ekan, mana. Mana buni mana bu yerda urug' bor, mana. Urug' emas ekan. Ustini yopgan ekan urug' qo'yib. Lekin yangi urug' yo'q. Kechagi qordan oldin qo'ygan bo'lsa kerak. Ertaroq qo'yganda. Lekin o'rmon. Bu ramkasi ham ovqati yaxshi meniki. Ovqati ham yaxshi. Ovqati zo'r. Bu tomonda ham navatdan ham chiqar ekan shira. Faqat qorin to'g'ralishga deb o'ylab yurardim. Lekin ramkalarga qo'yib tashlabdi. Xuddi tashqaridan olib kelgandek. Mana bu ramkani qarang. Ovqatni qarang unda. Ovqatni qarang. Bu tomonda kamera ekan. Bu tomon yaltillaydi. Sentyabr oyida ochib chiqqandi. Sentyabrda ham 15'larda amada. Hozir qarang. 1, 2, 3 tur ramkada or turibdi. Ikki chekkasida ikkita nimasi bor. Ziyat ramka. Endi hozir men Phenoplex-dan kesamiz. Pauza qilib. Shoqida qoldi. Ana gusta qoldi. Uchiga. Pauza qo'ydim. Pauza qildim. Shunday Phenoplex qo'ydim. Mana ikki chekkasiga qarang. Tagida bir 3 cm ochiq ishkani ko'rding. Tagida 3 cm ochiq. Mana bu tomonidan yomg'irda suv kirgan ekan. Mana buni ichi to'lib qoldi ekan, ertalab olib tashladim buni. Endi buni ikki chekkasiga mana bu qog'oz qo'yapman, qarang. Şimdi yerden uzun düştü. Kovazdan kurtarıp koyamız. Buraya keçeler koyamız. Şuna vatını koyamız. Şimdi onun ne kadar tamamen kanunu kestim. Uzun burası da şunu kesti şey tabii.
Mana ki. Bunu ozgina ochib qo'yaman endi. Xonadagi namlik chiqib ketish maqsadida faqat orqa tomonini ochib qo'yapman ozroqgina. Oldi tomonini qilib qo'yapman. Endi buni yonboshdan taylab qo'ysak ham bo'ladi. Bu shart ham bo'lmay qolyapti bu. Ana dedim obirag'ini ustiga qo'yib qo'yamiz turadi. Ana shu tarzda o'rayapman shu.